Umringizda ko'rmagan bir mo'jizani ko'rsataman. Ya'ni Qur'ondagi oyatlarning ilohiy joylashuvi. Bu mo'jizalar shu darajada aniqki, ko'rish uchun qarashning o'zi kifoya. Millionlab odamlar Qur'onni o'qib yod olgan, ammo asrlar davomida hech kim mana shu 3 nusxa o'rtasidagi o'xshashlikni payqamagan. Bugun sizlarga Qur'onning mo'jizalarini ko'rsatamiz. Ulardagi xabarlardagina emas, balki uning sahifalari, qatorlari, so'zlari, hattoki harflardagi mo'jizalar. O'nlab sahifalari faqat bitta harf bilan boshlanadigan kitobni ko'rganmisiz? Mana bu mushafda har bir qator bir xil harf bilan boshlanadi. O'ylab ko'ring-a. Har bir sahifada bir xil miqdordagi qatorlar, har bir qatorning uzunligi bir xil, yana hammasi bir xil harf bilan boshlanadi. Yoki Qur'onning mana bu nusxasida simmetrik uyg'unlik bor. U har bir sahifada uchraydi. Birinchi va oxirgi qatorlar bir xil harf bilan boshlanadi. Ikkinchi va oxiridan bitta oldingi qator ham bir xil harf bilan boshlanadi. Tepadan 3-chi va pastdan 3-chi ham bir xil harf bilan. Har bir qator mana shu tartibda joylashgan. Xuddi shu holat har bir sahifada qaytarilishini ko'rish mumkin. Endi mana bu nusxa esa barchasining ichida eng ajoyibi bo'lsa kerak. Bugun sizlar bilan iymoningizni butunlay boshqa darajaga olib chiquvchi suhbat quramiz. Hofiz Usmon Nuriy 1800-yillarda yashagan xattot edi. U butun boshli Qur'onni 106 marotaba qo'lda yozib chiqqan. Ha, 106 marta. Ammo undan qolgan buyuk meros faqat yozma mushaf emasdi, balki hozirda butun dunyoda qabul qilingan yozuv uslubi va sahifa tuzilishi edi. Bir kuni Qur'onni nusxalayotgan paytida o'zidan Qur'onni yozishning eng yaxshi yo'li bormi deb so'raydi. U mo'jizani kashf qilishini o'zi ham bilmagan edi. Birozdan so'ng Alloh uning qalbiga ilhom berdi. U Qur'onni uning o'z o'lchovlari bilan yozishni o'yladi. Qatorlar uzunligini bilish uchun eng qisqa suradan foydalandi, Kavsar surasi. Hamma qatorni shu sura qatori bilan tenglashtirdi. Sahifa kattaligi uchun esa eng uzun oyatni tanladi, Mudayyana oyati. Shunday qilib, har bir sahifa mana shu oyat kabi bir sahifaga joylashishi lozim edi. Yozishni boshlagach esa oyatlarning mukammal joylashuviga guvoh bo'ldi. Buni ko'rib hayratda qoldi. Har bir sahifa oyat bilan boshlanib, oyat bilan tugaydigan bo'ldi. Oyatlar sahifalar aro bo'linib qolmadi. Hammasining yakuni sahifa oxiriga to'g'ri keldi. Butun boshli 600 sahifali Qur'on mana shunday yozildi. Alloh Qur'onning yozilish tartibini ham uning o'ziga joylab qo'yganiga bir qarang. Uni ko'rganlar ajablanishdi. Tez orada ushbu uslub butun islom olamida keng yoyildi. Tasavvur qiling. Shu paytgacha yozilgan barcha kitoblarni jamlab bir kompyuterga joylasak, sun'iy ongdan ham hammasini qayta yozishni so'rasak, yozishda qatorlar uchun eng qisqa bo'limdan foydalansin, sahifa kattaligi uchun esa eng kattasidan. Sizningcha kitoblardan aqalli bittasi Qur'onning mukammal tuzilishiga o'xshay oladimi? Menimcha yo'q. Bu esa Qur'onni Allohning mo'jizasi ekanini yana bir bor ta'kidlaydi. Chunki u shu darajada mukammalki, inson bolasi uni yoza olishi mumkin emas. Undan tashqari, Muhammad alayhissalom savodsiz edilar. Na yozish va na o'qishni bilardilar. Yana qizig'i shundaki, Qur'onning suralari va oyatlari 23 yillik muddatda har xil voqealarga javoban nozil qilingan. Ularning hammasi birin-ketin tushirilgan, birdaniga emas. Undan ham qizig'i shundaki, suralarning nozil bo'lish tartibi Muhammad alayhissalom izdoshlariga o'rgatgan tartibdan butunlay farq qiladi. Agar bu tuzilmani uning o'zi reja qilmagan bo'lsa va biz bunday narsani boshqa kitoblarda ko'rmagan bo'lsak, demak bu uning mo'jiza ekaniga dalolat qiladi. Keyinchalik buyuk tafsir olimi Badiuzzamon 1932-yilda ana shu nusxadagi boshqa ko'plab mo'jizalarni kashf qildi. U Alloh, Rob, Rahmon ismlari va payg'ambarlarning ismlari va boshqa muhim atamalar tasodifiy bo'lishi mumkin bo'lmagan tarzda mos kelishini payqadi. Ba'zilari bir sahifalarda birin-ketin keladi, ipga terilgan marjondek. Ikki sahifani birlashtirganingizda ba'zilari bir-birining ustiga tushadi. Boshqalari esa bir varoqning ikki tomonida bir xil joylashgan. Shunda u Qur'onni mana shu mutanosibliklarni yaqqol ko'rsatadigan qilib yozilishini xohladi. Shundan keyin Qur'onning ilohiy mo'jizasi yuzaga chiqdi. Bir qarab ko'ramizmi? 48-betga qarasak, bunga qarang. Rob, ya'ni Allohning ismi bir sahifada ketma-ket 5 marta kelmoqda. Endi 62 va 63 sahifalarga o'tsak, sahifada Alloh so'zining 9 marotaba takrorlanishiga bir qarang, qanday ajoyib.
Keyingi sahifada ham shu takrorlanadi. 9 taning hammasi birin-ketin joylashgan. Sahifalarni varaqlar ekanmiz, mana shunday vertikal ilohiy uyg'unliklarni Qur'onning har sahifasida ko'rib boraveramiz. 259-sahifaga qarasak, Rob so'zining joylashuviga qarang. Birgina sahifada birin ustun qilib 9 marta takrorlangan. 82 va 83 sahifalarda bundan-da qiziq narsa bizni kutmoqda. Juft sahifaning ikki tomonida Alloh so'zi 4 martadan takrorlanishiga qarang. Yaqinlashtirganimizda ular bir-birlariga simmetrik to'g'ri kelmoqda. Shuning o'zi mo'jiza emasmi? Yana bir boshqa ilohiy uyg'unlik Qur'ondagi bir sahifaning old va orqa tomonida yuz beradi. 33 va 34 sahifalar yozilgan varaqqa qaraylik. 289 va 290 sahifalarni jamlagan varaqda esa ko'rib turganingizdek Qur'on so'zi orqama-orqa bir-biriga mos kelmoqda. Bunga o'xshash misollar juda ko'p. Men bir nechtasini ko'rsatdim xolos. Ana endi tushingizga ham kirmaydigan bir narsa ko'rsataman. 422-sahifa. Ushbu sahifada Alloh so'zi boshqa sahifalardagidan ko'proq takrorlanadi. Ushbu sahifada Alloh so'zi mukammal tarzda 15 marotaba keladi. Qur'onning 604 sahifasidan faqatgina mana shu sahifa eng ko'p Alloh so'ziga ega. Sahifaning oxirida 3-qatorda qaysi oyat boshlanadi bilasizmi? Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kathira. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Demak, Alloh bizga uni ko'p zikr qilishimizni buyurar ekan, u ana shu sahifada o'zining ismini eng ko'p keltiradi. Bu bilan ilohiy uyg'unlik orqali bizlarga mo'jizani ko'rsatadi. Ushbu mo'jizani kashf qilgan Badiiz zamon aytishicha, Alloh so'zi Qur'onda 2806 marotaba takrorlanadi. Ularning deyarli barchasida yuqoridagidek mo'jizalarni ko'ramiz. Shuningdek, Rob ismi 846 marotaba, Rahim ismi 220 marotaba hamda Rahman ismi 156 marotaba keladi. Ularning ko'pchiligi ilohiy uyg'unlikda keltirilgan. Xuddi shuningdek, payg'ambarlar ismlari ham shunday uyg'unlikda keladi. Masalan, 327-sahifada Sulaymon va Davud alayhissalomlarning ismlarini ko'ramiz. Va Sulayman, Sulayman va Sulayman. Aytgancha va so'zi arab tilidan va degani. Shuningdek, Davud va Davud. Ko'rib turganingizdek, ismlar birin ustun joylashgan. 449-sahifada quyidagi payg'ambarlar Ishoq, Musa va Harun alayhissalom ismlarini ko'ramiz. Ko'rayotganingizdek, Musa, Musa, Harun, Harun, Ishaq, Ishaq. Ularning hammalari 2 martadan ko'p zikr qilingan. Uchala ism ham vertikal tarzda joylashgan. 19-sahifada Ibrohim alayhissalom ismi ketma-ket 3 marotaba mukammal tarzda joylashgan. Mana qarang, Ibrohim, Ibrohim va yana Ibrohim. 235-sahifada esa Yusuf alayhissalom ismi 4 marta zikr qilingan. Har doimgidek birin ustun joylashgan. Ularning bir tekis joylashganiga qarang. Yusuf, Yusuf, Yusuf va yana Yusuf. Agar sizdan Yusuf alayhissalomning eng mashhur xislatini so'rasam, nima derdingiz? Uni chiroyi, to'g'rimi? Bu uning eng ko'p zikr qilinadigan fazilati. 235-sahifaga o'tsak, 6-qatorda Yusuf ismiga qarang. Endi sahifani o'girib, uning qaysi ism bilan orqama-orqa kelishini ko'rsak, ko'rib turganingizdek, Jamil so'zi, ya'ni chiroyli degani. Ajoyib emas? Gap 23 yil davomida turli voqealarga javoban nozil qilingan kitob haqida bormoqda. Ba'zida u ma'lum bir savol va holatlarga javob sifatida nozil qilingan. Demak, agar kimdir bu kitobni Alloh saqlasin payg'ambarning o'zi yozib olgan desa, uning buni rejalashtirishga ham vaqti yetmagan bo'lardi. Siyratni o'qisangiz nima deganimni bilib olasiz. Ba'zan oyatlar odamlarning aniq so'zlariga yoki muayyan voqealarga javoban nozil qilingan. O'ylab ko'ring. Agar o'sha odamlar o'sha gaplarni aytishmaganda edi yoki aynan o'sha usulda aytishmaganda ham biz ko'rayotgan butun struktura yo'q bo'lardi. Inson o'z tilini boshqarishi mumkin, ammo boshqa insonning gaplarini boshqara olmaydi. Qanday voqealar boshdan o'tishini esa aniq nazorat qila olmaydi. Demak, shuni aytish mumkinki, bular faqat Allohning so'zlari. Uning ilmi o'tmishni ham, bugunni ham, kelajakni ham qamrab olgan. So'nggi namunaga qaytsak, Yusuf hamda Jamil, ya'ni chiroyli so'zlari. Shu paytgacha Qur'onda ko'rgan ilohiy uyg'unliklarimizdan tashqari yana bir maxsus uyg'unlik mujassam. Keling, sizni yana hayratda qoldiradigan boshqa turdagi uyg'unlikka o'tamiz. Ashobul Kahfning mashhur iti haqida eshitganmisiz? Uning ismi Qitmir edi. Ushbu qissa aytilgan sahifaga qarasak, 294-sahifa. 7-qatorning oxiriga qarasak, va kalbuhum deyiladi. Ya'ni ularning itlari. Itning ismi nima edi? Qitmir, to'g'rimi? Sahifalarni biroz o'tkazamiz. Qancha yurdik? 1 sahifa, 2 sahifa, 10, 20, roppa rosa 141 sahifadan so'ng 7-qatorning boshida nima yozilgan ekan? Qitmir. Bir so'z qatorning oxirida,
Ikkinchisi esa boshida. Qur'onga yopiq holatda qarasangiz, yuzlab sahifa uzoqlikda bo'lsa ham, mana shu ikki so'z bir xil gorizontal chiziqda yotadi. Endi o'ylab ko'ring. 140 sahifada kelgan biror voqea boshqacha sodir bo'lganida yoki boshqacha yo'lda aytilganida yoki gap strukturasi o'zgarganida yoki biror qismi tashlab ketilganida yoki o'rniga boshqa narsa aytilgan bo'lganida bu uyg'unlik yo'qolgan bo'lardi. Son sanoqsiz ehtimollardan faqat mana shunisi yuzaga chiqdi. Chuqur ma'noga ega bo'lgan kitob, shuningdek bir vaqtda yuzlab ilohiy uyg'unlik bilan to'lib toshgan. Buni tasavvur qilish qiyin. Ana endi Qur'onga o'xshash biror nima keltirib bo'lmasligini tushundingizmi? Albatta, bu asosiy sabab emas, ammo mana shu o'ziga xos xususiyat ham boshqa kitoblarda takrorlanmaydi. Ashobul Kahf voqeasiga qaytsak, 294-sahifa. Ular o'sha uyqudan uyg'onganlarida qancha muddat davomida uxlaganlarini aniqlamoqchi bo'ldilar. 11-qatorda ularning biri labithna yawman aw ba'da yawm, bir kun yoki yarim kun uxladik deydi. Ular shu masala ustida bo'lgan paytida qarama-qarshi sahifadagi 11-qatorga qarang. Alloh ularga to'g'ridan-to'g'ri javob qilganga o'xshaydi. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Ular g'orlarda 300 yil qoldilar va yana 9 ziyoda qildilar. Yana bir shunga o'xshash mo'jiza, ikki bir xil ma'nodagi oyatning bir-biri bilan mos tushishi, hattoki oralarida o'nlab sahifa masofa bo'lsa ham. Masalan, 342-sahifaning boshlanishida shuni o'qiymiz. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. Biz osmondan o'lchov ila suvni tushirdik. Robba rosa 147 sahifa o'tib, 489-sahifaning boshlanishida shunday yozilgan. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. Va u osmondan yomg'irni o'lchab tushirgan zotdir. Ularning ma'nosi butunlay bir xil. Yana ular sahifa boshida bir xil joylashgan. Shunga o'xshash narsa 71 va 511-sahifalarda kuzatilishi mumkin. Bu sahifalarda aynan bir xil nuqtadan boshlanuvchi ikki o'xshash jumlani ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Keyingisida esa يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. qalblarida bo'lmagan narsani tillari bilan ayturlar. Orada 440 sahifa bo'lishiga qaramay, 112 va 286-sahifalarni solishtirganda yana bir xil o'xshashlikni ko'ramiz. Pastdan 4-qatorda وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. oyati bor va biz unga yaqinlik yo'llarini qidiramiz. Endi keyingi sahifa. استعوذ بالله يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Ular Robbiga yaqin bo'lish yo'llarini izlar. Endi 219 va 415-sahifalarga qarasak, ikkala sahifaning 3-qatorida oyatlar deyarli bir xil so'z bilan boshlanadi. Astag'firullah billah. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. Agar Robbingiz xohlasa, yerdagilar ham iymon keltirgan bo'lar edilar. Ikkala sahifaning 3-qatoridagi oyatlar deyarli bir xil ma'noda. استعوذ بالله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. Agar xohlasak, har bir qalbga hidoyatni bergan bo'lardik. Bu ikki oyatda Allohga odamlarning iymoni kerak emas, balki iymon bizga kerak. Agar o'zi xohlasa, hech bir dalilsiz iymon keltirishimizni buyurgan bo'lar edi. Yo'q, u bizga shu kabi sanoqsiz ishoralarni ko'rsatib bormoqda. Shoyatki iymon keltirib oxiratimizni saqlab qolsak. Biz gaplashayotgan Qur'on nusxasi ilohiy uyg'unlikka ega 3 asosiy nusxaning biri xolos. Aytib o'tganimdek, yana ikkitasi bor. Har biri o'ziga xos jihatlarga ega, ammo ular birinchisi kabi sinchkovlik bilan o'rganilmagan. Ularda yana qanday mo'jizalar borligini yoki yana qancha ilohiy muvofiqlashtirilgan Qur'on nusxalari hali kashf etilishi mumkinligini ham bilmaymiz. Ulardan biri qanday yozilganiga to'xtalsak, Usmoniylar zamonidagi yana bir ulamo, Hofiz Xunsoyi, u payg'ambar alayhissalomni tushida ko'radi. Bu paytgacha u ham Qur'onni qo'lda yozayotgan edi. Tushida u payg'ambar alayhissalomga faoliyat haqida aytadi va qandaydir ruhiy sovg'a so'radi. Payg'ambar bu so'rovni qabul qilib unga Qur'onni boshqacha usulda yozishni o'rgatdi. U zotning ko'rsatmalariga ko'ra har bir sahifani 11 qatordan yozdi. Natija esa kutilmagan bo'ldi. Har bir sahifadagi satrlarning birinchi harflari mukammal mos keladi. Masalan, birinchi qator fa harfi bilan boshlanadi, oxirgi qator ham fa harfi bilan boshlanadi. Ikkinchi qator alif bilan boshlanadi, pastdan ikkinchi qator ham alif bilan boshlanadi. Uchinchi va pastdan uchinchi qatorlar ham bir xil lam harfi bilan boshlanadi. To'rtinchi qator ham lam bilan, pastdan to'rtinchi qator ham lam bilan boshlanadi. Beshinchi qator alif bilan, shuningdek pastdan beshinchi qator ham alif bilan boshlanadi. Bu simmetriya butun Qur'on bo'ylab sahifadan sahifaga, satrdan satrga davom etadi. Qaysi sahifani ochmang, mana shu simmetrik uyg'unlikni ko'rasiz. Ilohiy uyg'unlikka ega nusxalarning 3-chisi Pokiston, Lahordan kelgan.
U Qur'on Majid Alfi deb nomlanadi. Uni yozishga 12 yil ketgan. Mana shu vaqt davomida uni yozgan ulamo to'xtamay roza tutgan. Har bir sahifada 21 qator bo'lib, har bir qator alif harfi bilan boshlanadi. Qaysi sahifaga qaramang, bir xil. Butun mushaf 221 sahifadan iborat. Hofiz Xunsoriy uslubida yozilgan mushaf kabi ushbu mushafning o'ziga xos dizayni boshqa hech qayerda uchramaydi. Ko'rib turganingizdek, Alloh taolo o'z so'zini aql bovar qilmas uchala mushafga mos qilib, hech qanday shubhaga o'rin qoldirmagan. Bu hali hammasi emas desamchi. Endi menga sizga bu vizual go'zallikni butunlay yangi darajaga olib chiqqan mo'jizani ko'rsataman. Qur'ondagi ba'zi so'zlarning takrorlanishi ham mo'jizaga dalolat qiladi. Masalan, yawm, ya'ni kun so'zi roppa-rosa 365 marotaba takrorlanadi. Albatta, bu bir yildagi kunlar soni. Shahr, ya'ni oy so'zi ham 12 marotaba kelgan. Xuddi bir yilning 12 oylari kabi. Malak, ya'ni farishta so'zi hamda uning ziddi shayton so'zi naq 88 marta takrorlanadi. Aytgancha, bularni sun'iy idrok orqali aniqlasa bo'ladi. Raqamlar bari bir xil. Jannat va jahannam so'zlari 77 marotaba takrorlangan. Rojul, erkak va imro, ayol so'zlari 24 marotaba takrorlangan. Yana bir misol. Qur'onda albatta Alloh nazdida Isoning misoli Odam alayhissalomning misoli kabidir deyilgan. Bu oyat ikkinchisi ham boshqa odamlardan farqli ravishda otasiz dunyoga kelganiga ishora qiladi. Qizig'i, Iso va Odam ismlari Qur'onda 24 martadan takrorlanadi. Ikkisi ham teng miqdorda zikr qilingan. Endi sizga butunlay boshqa namuna bersam. Eng uzun sura Baqara surasida 286 ta oyat bor. Sura davomida Alloh so'zi 282 marta zikr qilingan. Bundan tashqari Allohga ishora qiluvchi huva, ya'ni u olmoshi 4 marotaba kelgan. Ularni qo'shsangiz mos ravishda 286 raqami kelib chiqadi. Suradagi oyatning miqdoricha. Yoki masalan Niso surasi, Moida va An'om suralarini olsak, bu uchalasining umumiy oyatlari 464 ta. Bilasizmi nima? Mana shu 3 sura davomida Alloh so'zi 464 marotaba zikr qilingan. Undan ham ajablanarlisiga keldik. Quyidagi 5 surani misol qilib olsak, Baqara, Oli Imron, Niso, Moida suralari hamda An'om, ikkinchi suradan 6-sigacha ushbu guruhdagi Alloh so'zining takrorlanish miqdori keyingi 5 suradagidan 2 barobarga ko'p. Arof, Anfal, Tavba, Yunus va Hud suralari bu shunday davom etadi. Ikkinchi guruhda ham keyingisidan 2 barobar ko'p. Yusuf, Rad, Ibrohim, Hijr va Nahl suralari. Bu suralar turli mazmunda, turli maqsadlarda nozil qilingan. Shunday bo'lsa-da, ularda ushbu mo'jiza mujassam. Bular faqatgina biz bilganlarimiz xolos. Kim biladi, boshqa oyatlarda yana qanday o'ziga xosliklar bo'lishi mumkin. Nihoyat, mana bu faktni esda saqlang. Shuncha mutanosibliklarning joylashuvi inson bolasi qo'li bilan qilingan bo'lishi mumkin emas. Hatto payg'ambar alayhissalom ham bundan dalil sifatida foydalanmagan. Agar o'zlari tuzganda edi, bu haqida aytib o'tgan bo'lar edilar. Ammo hammasi asrlar o'tibgina kashf qilindi. Bulardan tashqari, Qur'onning mazmuni boshqa kitoblarga o'xshamaydi. U bizga kuchli iymon tizimini berdi. Hikmat egasi bo'lgan payg'ambarlar qissalarini aytdi. Hayotdagi voqealarga chuqur nuqtai nazar bilan boqishni o'rgatdi. Shuningdek, oxirat, jannat va do'zax, ajr va jazo haqida gapiradi. Ba'zan u tarixning qa'riga nazar tashlaydi. Ba'zan esa hali sodir bo'lmagan voqealarni aytadi. Hech bir mutafakkir aqli yetmagan falsafiy muammolarni yechadi. U bizga ideal ota-ona bo'lishni, ishdagi oltin prinsiplarni o'rgatdi. Tibbiyot sohasiga oid tushunchalarni taqdim etdi hamda notqlik va adabiyotda tengsiz mukammallikni namoyon etadi. Qonunchilikka oid kuchli maslahatlar beradi, ilm-fan masalalariga murojaat qiladi hamda ta'lim va sotsiologiya bo'yicha qimmatli saboqlar bilan bo'lishadi. Bu bilan ro'yxat tugab qolmaydi. Ko'pi bilan bir inson bu sohalarning biri yo ikkitasini o'zlashtirishi mumkin, ammo Qur'on ularning barchasini qamrab oladi va o'z xabarini mo'jizaviy simmetriyaga to'la tuzilish bilan yetkazadi. Uning satrlarida matematika bor, oyatlarda hikmat bor, jumlalarda esa san'at bor. Oyatlarida ilm bor, uning xabarida esa oxirat bor. Bu osmondan tushgan ilohiy kitob bo'lib, hayotning har bir jabhasida to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Demak, ko'zlarim bilan ko'rmaguncha ishonmayman deydigan avlod uchun mana shu mo'jizalarning o'zi kifoya emasmi?